Hammaga salom. Bugungi videoda biz Dynamic Stars o'yinchilari haqida bafurcha gaplashib o'tamiz. Sizlar har doimgidek O'zbekiston Dilis kanalidasizlar. Xo'p, bizga kim kerak? Albatta Abduqodir Husanov kerak. Abduqodir Husanovni qanday qilib 86 bo'ladi va qaysi yo'llar bilan olish mumkinligini bugun sizlarga aytib o'taman. Albatta sizlarga bu qiziq bo'lsa like va obuna bosgan holda bizga poddesh qilishinglar mumkin. Xo'p, biz boshladik. Abduqodirni statistikasini ko'rishinglar mumkin. Tezligi 92, tezlanishi 80, stamina 74, stiri darajasi 81, to'pni olib qo'yishi 83, kontrol pasi 75-77. Xo'p, qanday qilib Abduqodir Husanov 86 darajagacha chiqishi mumkin? Xo'p, mana ko'rishinglar mumkin. Guruh bosqichida Abduqodir Husanov 82 darajada bo'ladi. Agar guruhdan chiqib 32 tali jamoaga kirsa, reyting darajasi 1+ yuqorilaydi va 83 reyting ko'tariladi. Va 1/16, ya'ni nimchorak finalga chiqsa, reytingi yana 1 qo'shiladi, 84 bo'ladi. Shunaqa qilib finalgacha borsa, Abduqodir Husanovning dinamik kartasi 86 reytingi ko'tarilishi mumkin. Bu juda ham ajoyib va albatta gollarda ham reytingini ko'rishinglar mumkin. Bizga qiziq o'yinchilardan va bizga yana kim qiziq? Ayit Nuriy qiziq, Abduqodirning jamoadoshi. Xo'p, bu o'yinchilarni qanday olamiz desanglar, mana o'zi yozib qo'ygan, ko'rsatib qo'ygan. 8-iyundan boshlab bu o'yinchilarni olishimiz mumkin. Dream Draftda keladi bu o'yinchilar olish mumkin. Sezon pasda va turnirlarda olishimiz mumkin, yutsa albatta. Va Dynamic Agent Ways yangicha onlayn turnir bo'lar ekan, shunda ham olishimiz mumkin. Mana sanalarni ham yozib qo'ygan. 5 kundan keyin Dream Draft keladi yangi. 4 kundan keyin yangi sezon pas keladi. Mana shu sanalarda Dynamic Stars o'yinchilarini olishimiz mumkin. Va mana keyingi bosqichga o'tgan o'yinchilarni final 27-iyulda. Xo'p, mana infolar tanishtirib o'tdik. Abduqodirni reytingi bilan tanishdinglar. Xo'p, sizlarda yana qanaqa savollar bo'lishi mumkin va albatta o'shalarni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Ularga alohida javob berib, yangi video qilishga harakat qilaman. Xo'p, bizga yana gollardan tashqari kim bor bu yerda? Juda ham kerakli. Guler, Husanov va boshqa deyarli kuchli o'yinchilar yo'q. Mana Akanji bor, 82 u ham. Boshqa o'yinchilar bizga qiziq emas. Xo'p, menimcha video sizlarga foydali bo'ldi deb o'ylayman. Hammaga rahmat.